Qadrli kuzatuvchilar, sizlar uchun aprel oyining so'ngida bo'lib o'tadigan imtihonlarga ajoyib testlar yechimini taklif etaman. Buning uchun diqqat bilan videoni oxirigacha kuzating. Fevral oyida xabaringiz bor. Demak, bizda varvarizmlar bo'yicha qaysidir ma'noda yangiliklar bo'ldi. 3-savolimiz aynan shu haqida. Savol: berilgan so'zlar va ularning ma'nolari xato izohlangan javobni aniqlang deyapti. Demak, raport bu bildirish. Demak, A javob bu to'g'ri. Bizga qanday javob kerak? Xato javob kerak. B. Akt, dalolatnoma. Bu ham to'g'ri. C. Instruksiya, yo'riqnoma. Bu ham to'g'ri. D. Dastavka, jo'natma. Dastavka so'zi, demak bu yetkazib berish ma'nosida, keladigan fe'l. Va aynan bu yerdagi jo'natma esa ot bo'lib qolyapti. Demak, biz bilamizki, dastavkaning ayni ma'nosi fe'l bo'lsa, jo'natma so'zi ot bo'lsa, bu bir-biriga to'g'ri tushmaydi. Xuddi shu kabi varvarizmlarda, vulgarizmlarda yoki noo'rin qo'llangan so'zlarni aniqlash bo'yicha sizda muammo paydo bo'lyaptimi? Unda bizning Telegram sahifamizga a'zo bo'ling. Telegram sahifamiz Instagramning bosh qismida, ya'ni shapka qismida linkini qoldirib o'taman va aynan Telegramda barcha varvarizmlarni batafsil izohi bilan qoldirib, fayl shaklida joylab beraman.